Yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana men Jason va bugungi videomizda o'zimizga kompyuterxona ochishimiz kerak bo'larkan. Xo'p, birinchi bo'lib bu yerga kel deyapti va sovg'alarni olib chiq deyapti. Hamma sovg'alarni olamiz. Qani bizga nima berar ekan ko'ramiz. O, juda yaxshi. Hozircha bizga xo'sh, ha, dollarda beradigan bo'ldi. Kompyuterxona ochar ekanmiz. Demak, birinchi o'yinchimiz keldi. Hop, sekundiga $1 berar ekan. Sekundiga demak $1 ishlar ekanmiz. Hop, qayerga yur deyapti? Bu yoqqa yur. Ha, $25 ga stol sotib ol deyapti. $25 ga stol sotib olamiz va bunga ham bizga kompyuterlarni sovg'a qilib beradi. Xo'sh, ha, mana. Men aytgancha do'stlar, mening kanalim yangi, shuning uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang. Okay, endi bu yoqqa yur deyapti va bu yerda spin, ha, E harfini bossak spin bo'lar ekan, nimadir aylanar ekan. Demak, bizga bu yerda kompyuter beradi. Ha, E harfini bosib bu MacBook berdi. To'g'ri, MacBookni mana bu kompyuterni alishtir deyapti. Ha, MacBook qo'y o'rniga deyapti. O, mana. MacBook qo'ydik o'rniga, endi soatiga yo sekundiga $2 berar ekan. Okay, hop, endi nima qilishimiz kerak? Ha, demak pulni ishlayverishimiz kerak. Xo'sh, hozircha bizda mana ko'rib turganingizdek $125 pul bo'ldi. 134 mana ko'payyapti sekin-sekin. Ha, bu yerdan endi bizga endi bu yerdan biz o'zimizga stol sotib olishimiz kerak, stol bilan xon. Hop, sotib oldik. Endi bizga yana kompyuterlar beradi. Yaxshiroq kompyuter bersa, yana ham zo'r bo'lardi. Okay, yaxshi. Hop, $4 dan tushadigan kompyuter berdi. Endi $4 dan tushar ekan. Hop, o'yinchilarimiz bor. Sekundiga $6 topyapmiz. Boshqalar kompyuterxonasiga borib kelsak nima deysizlar? Yo, reklama chiqqan joyini qarang. Hop, yaxshi. Bu yoqqa boshqalar kompyuterxonasini ko'rib kelaylik qanday ekan. O, juda ajoyib-ku, eng zo'r kompyuterlar bor ekan-ku. Va ajoyib, yaxshi. Hop, okay, mayli o'zimiz kompyuterxonaga borib olaylik-chi, o'zimiznikini ko'ramiz. Endi boshqalarnikini ko'rib keldik. Hop, bu yerda nima bor ekan? Ha, item shop. Bu yerda nimadir sotib olish mumkinmikan? Ha, bo'ldi. Bu yerda mana shu yerdan narsalarni olar ekanmiz. Hozir $331 pul bor xolos. $350 bo'ldi. Yana bitta stol sotib oldik. Okay. Mana. Hop, sekundiga endi qancha bo'larkan? Sekundiga haliyam $8 va bizda mana odamlarimiz o'zi kelishyapti. Yaxshi. Ajoyib. Hali ham sekundiga $8 olyapmiz va bu yerda bizga mana buni aylantirsak, bizga yana yangi kompyuter berishi kerak. Ya'ni qancha yaxshi kompyuterimiz bo'lsa, shuncha pul topish imkoniyatimiz ham ko'proq bo'ladi. Ya'ni kattaroq pul topish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Ha, mana ikkinchisiga ham qo'ydik o'zi. O, mana ko'ryapgan bo'lsanglar, kompyuterimizni mana bu ikkitasi ajoyib bo'ldi. Okay, pul hozircha topilyapti. Hop, negadir sal sekinroq pul topyapmiz. Mana endi $45 ga omadni sotib olish kerak. Keyin 90 ga. Hop, endi 270 ga. Endi spin qilamiz yana. Spin qancha turadi? Narxi ajoyib. Endi buni olaylik-chi. Ha, mayli, sekundiga $2 beradigan kompyuter ekan. Buni bu yerga qo'ysak, bu bizga plus $2 qo'shar ekan yana. Hop, bu kompyuter endi bizga sekundiga qancha dollar qo'shyapti? Shuni bilishimiz kerak. $9 ga ko'tarildi hozircha pulimiz. Hop, yaxshi. Bu ketishda qanaqa tez kuchaysa bo'larkan, a? Hop, spin qilamiz yana mayli. Ko'ramiz. Qani kompyuterlari eng zo'r kompyuterxonasini qurib olishimiz kerak. Hop, yaxshi. Endi bizga klaviatura berdi. Hop, qaysi klaviatura sal yomon? Common 2 deyapti. Hop, menimcha bu klaviaturani alishtirmaganimiz yaxshi. Mana birinchisini alishtiramiz undan. Bo'ldi mana. Hop, haliyam $9 turibdi. Xo'sh, bu 1x ga ko'paytirar ekan pulimizni, bu 1.5x. Hop, endi esa pulimiz mana sekundiga yana ko'payadi. Bo'ldi mana. Hop, yaxshi. Bizda omad 30% ga oshdi va bizda mijozlar yana ham ko'proq keladi va sekundiga $16 topyapmiz. Hop, shu $16 ni $1000 ga chiqarishimiz kerak. $1000 ga chiqarish qo'yamiz. Keling maqsadimizda. Ha, bu nima ekan? Menga juda qiziq bo'ldi. Bu menda 4 dona Roblox bor. Hammasini sotib yuborgan edim. Ishlatib yuborgan edim. Okay. Yaxshi. Bu nima balo? $16. Mana bu nima ekan? Buni menga qiziq bo'ldi. Yaxshi. Hop. Bu $10 qo'shar ekan plus oxirgi kompyuterni kuchaytiramiz mana. Mana $18 topyapmiz hozir sekundiga do'stlar. Okay, hop, bu yerda musor paqir bor ekan. Hop, bu yerda item shop. Bu yerdan bizga kerakli tuzukroq kompyuterlarni olaylik desak, juda qimmat ekanda kompyuterlar. Uyimizchi? Hop, stolchi hech bo'lmaganda yaxshiroq stol olaylik desak. Ha, yo'q, sal qiynalar ekanmiz hozircha. Bu yerda kim bor? O'yinchilar. Mana ko'ryapmiz. Birorta o'zbek o'yinchini ko'rmadim hali. Ha, bu yerda buni kompyuterxonasini ko'raylikchi. Bu ham menga o'xshab yangi o'yinchi bo'lib kiribdi shekilli o'yinga.
Okay, mayli. Hop, yana spin qilamiz buni. O, bizda ikkita bo'pti spin qiladigan. Biri $10 qo'shar ekan. Mana bu $10 qo'shadiganini olamiz va birinchisiga qo'yamiz. Bu endi qancha bo'ldi ekan? Necha dollar qo'sharkan sekundiga? Yaxshi, har holda yaxshi qo'shyapti. Hop, bu nima ekan? Bu $7 qo'shar ekan. Yaxshi. Hop, plus $7. Bu yerda esa bu plus $3 qo'shgani tufayli buni bundoq qo'shib qo'yamiz. Va mana plus $7 bo'lyapti. Juda soz. Ha, bu ha, bo'ldi, tushunarli. Okay, bizda omadni yanayam kuchaytiramiz va endi bosaylikchi nimalar chiqar ekan. Hop. Endi bu +2 +10 deyapti. +2 kerak emas bizga, buni musorga tashlaymiz. Просто musorga tashlab yuborish kerak. +2lar kerak emas. Men o'yinni tushunib oldim. Hop, monitor $10 monitor $10 ekan. Mana monitorni alishtirishimiz kerak. Yaxshi, bo'ldi. Mana $24 topyapmiz hozir. Sekundiga $24. Okay, $1400 pulimiz bor ekan. Hop, $5000 bo'lsa, $5000 ga yangi narsa sotib olamiz. Nima desam ekan? Hop, yangi kreslo, shunga o'xshash narsalar. Hop, yana bitta stol olamiz. Ya'ni biz kuchaytirishimiz kerak borgan sari hammasini. Hop, yangi kompyuterimiz omad bo'yicha. Yaxshi kompyutermi, yo'qmi? O, yaxshi. Hop, $27 kelyapti sekundiga. Uncha katta emas. O'zgarish bo'lmaydi menimcha. Siz nima deb o'ylaysiz? Ha, okay, let's go. Hop, bu yerda $720 buni bosaylikchi. Ha, bo'ldi. Yaxshi. Bizga yangi keladiganlar ko'payadi menimcha. Hop, $19 ishlayapti sekundiga. Odamimiz bor va bizga spin uchun yana kompyuter kerak. Zero kompyuter tushsa yaxshi bo'lar edi. Okay, bunisi $3 ekan, bunisi $7. Birinchi buni olamiz va buni musorga просто tak tashlab yuboramiz. Ya'ni bizga kerak emas bunaqa kompyuter. Hop, mana shuni olamiz. Bu yerda bu hozir $7 qo'shar ekan. Bu ham $7, mana $3 ekan. Shunga qo'shamiz mana. Bo'ldi. Endi $7 qo'shiladi va sekundiga $28. Cho'tta o'zgarish juda past. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga o'zgarishimiz past? $540 endi $32 sekundiga pul keladi bizga. Yaxshi, $32 sekundiga pul kelyapti. Ha, minutiga $2000. Juda soz, minutiga $2000 kelyapti bo'lsa ajoyib. Hop, yana spin qilamiz. Ya'ni spin qilaversak, menimcha tuzukroq narsa tushib qoladi. Hop, $7 narsa tushibdi yana. Xo'sh, ko'raylikchi yana mana bu yer $3 ekan, bo'ldi. Va qo'yildi. Hop, keyingisi qaydir $1 narsa bor. O'shani o'rniga qo'yamiz. Yo'q, $1 yo'q ekan. Hozir buni mana musorga sekin tashlab yuboramiz. Hop, mana bunga $1600 bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Endi bizga sekundiga hali ham $38 keladi. Faqat kelish tezligi oshsa kerak. Men shunday deb o'ylayman. Okay, mayli. Endi bu yerda nima bor ekan? Yana spin qilaymikin yo pul ko'payishini kutaymi? Bu voy $2400 bo'lib ketdi. Bu-chi $4300. Juda qimmat bo'lib ketdi. Hop, yaxshi sharoitni zo'r qilishimiz kerak deydi-ku birinchi o'rinda. $1200 kelyapti, sekundiga esa mayli spinni qilamiz yana. Qachon bizga bir tuzukroq, yaxshiroq narsa berib qolar ekan? $18 sekundiga. Yaxshi, bizga hozir endi ancha pul qo'shiladi. Xo'sh, eng arzoni bu yerda qaysi? Mana bu $7 ekan. Ketdi mana. $42 sekundiga do'stlar. Hozir sekundiga $100 ga chiqarsak, yana ham zo'r bo'ladi. Okay, bu yerda bizga eng qimmati 22 plus $450. Bolalar, eng qimmatini topib oldik mana yerda. Mana shuni qo'ysak, hozir sekundiga $450. Yo'q, $208 nima bo'ldi ekan? $22 monitor mana u. Qani 22, qaysi mana shuni o'zgartirsak tuzukroq mana. $212 topyapmiz sekundiga. O'zi necha pul bo'ldi? $3100 bo'ldi pulimiz. Okay, yana bitta omad sotib olamiz. 50% endi omadimiz bor. Yaxshi, 50% omadimiz bo'lsa bu ajoyib va endi bizga $4 yo'q. Bu bizga yoqmadi. Boshqa spin qil. Okay, bu ham bizga yoqmayapti. Yaxshiroq spin qila olmaysanmi? Hop. $2 $10. $10 beribdi. Mana u menga yoqdi. Menimcha $10 narsamiz bormi o'zi bizani? Hop, bu qancha ekan? Mana $4 ekan. Shunga alishtiramiz. Endi nima qilamiz? $10 bo'lsa $215 qo'shilyapti sekundiga. Okay, mayli. Xo'p, endi qolganini ko'ramiz. Xo'sh, bu yerdan eng ko'pi bizga $10 yo'q, birortasi yoqqani yo'q menga. Endi boshqalarni ko'ramiz. $22 olamiz, chunki bu monitor bizga ancha foyda beradi. Xo'p, qaysi monitor? 22 mana shu monitorni alishtiramiz. Bo'ldi mana. $22 jami $421 pul topyapmiz. $7300 ga buni yana sotib olamiz. Okay, keyingisi nima tushar ekan? $1200 ga tushdi.
Omadni qaranglar-ey, omadimiz kundan kunga oshyapti. Mana shunga qo'yamiz $1200. Qarang, $662 topyapman sekundiga. Upgrade va mana yerdan yana narsa qilamiz va omadimizni yana sinaymiz. 50% ga ko'tardik. Bu yerdan qanaqa narsalar chiqar ekan bizga endi? Sekundiga sal ko'proq beradigan narsa chiqsa zo'r ish bo'lardi. Yo'q. Sal to'xtaroq narsa chiqdi, menga yoqmadi. Mayli. Hop, tushkunlikka tushmaymiz-da endi mana spinni yana qilamiz. Prosta spin qilib do'stlar. Ha, aytgancha kommentariyada o'z nikingizni yozib qoldiring. Menga mana bu Jackson nomini Robloxga yozsangiz menga druzya tashlashingiz mumkin, ya'ni do'st bo'lish. Shunda men qabul qilib qo'yaman. Okay, yaxshi. Hop, endi bu yerda nima bo'lyapti? Xo'sh, bu yerda 2, 2, 7. Yo'q, bular bizga to'g'ri kelmaydi. Bizga bundan kattaroq pul kerak. 3 yo 10. Mana yerdan yana sotib olaylikchi, yana spin qilamiz. Hozircha yaxshi narsa kelmayapti. Ungacha mana yerdan men kreslo sotib olay yaxshiroq qani. Chairs'ga o'tib $5000 ga Chairs sotib olaman desam, ha yo Roblox orqali sotib ol deyapti bu plas. Ha mayli, hop, g'irromlik qilyapti cho'ti. $5000 ga 5000 ga 5000 ga bo'ldi. $5000 ga 3 ta Chair sotib oldim. Qani yaxshilangan bo'lishi kerak. Negadir inventar. Mana yerdan qo'yar ekanmiz. Bo'ldi, tushunarli. Mana uni bundoq qilib alishtirilarmikan? Ha, bo'ldi mana. Stollarimizni zamonaviylashtiryapmiz. Mana temir stollar qo'yyapmiz o'zi do'stlar. Temir stollar qo'yib bo'ldik. Hop, spinda yana tuzukroq narsa yo'q. $18 bor ekan. Shuni olib turamiz. Endi yo'qdan ko'ra bor. Hop, lekin bizda kam pul olib keladigan spin yo'q-ku. Ha, mana $7 olib kelar ekan. Shuni qo'yib qo'yamiz. Lekin mana o'zi zo'r ketyapti. Okay, bizga yana kuchliroq blok pitaniyalar kerak, или sistema bloklar. Prosessorlar. Yaxshiroq narsa chiqmayapti nimagadir. Hop, mana sal bo'lsa yana spinni bosib olardim. Bu bizga minusga ishlar edi. Hop, endi bizda $10. Mana u qancha? $450 bu o'zi. Bunga bunisi $1200, bunisi $10. Mana shunga qo'yamiz. Mana maza qil. Okay, $736 sekundiga pul kelyapti. Bular esa bizga keraksiz narsalar. Ya'ni birrostdan bo'lsa bizga 4-inchisi ham kerak bo'ladi. Endi bo'ldi mana. Qani ko'raylikchi, 4 tasidan nimalar chiqarkan. Bu yerdan menimcha tuzukroq narsa chiqmaydi. Bo'ldi, to'ldirishimiz kerak edi hozir mana yerga. Hop, mana yerdan omad sotib olamiz, pulni tezligini sotib olamiz. Ya'ni pul tezlashishi kerak. $3, $3, $4. Bizga yaxshiroq narsa kerak. Yaxshiroq narsa olmasak bo'lmaydi chunki. Bu yerda 2, 4, 10 yo'q. Mana yerda qancha 57 mi? Yo'q, 7 ekan. Yaxshi, bizga boshqacharoq kerak. Iltimos, bizga tuzukroqini bering. 2, 2, 10. Nimagadir omadimiz kelmayapti. Yana bitta chair sotib olamiz, ya'ni stol sotib oldik. Qani ko'raylikchi nima bor ekan buning ichida. Zo'ra, tuzukroq narsa chiqsa. $10, $7 va jami hisobda $826 sekundiga qo'shilyapti. Obbo, spin nimagadir omadimiz kelmayapti. Ha, ko'z tegdimi deyman. Okay, 2, 4, 7, 2. Yo, bo'lmaydi bizga bu. Hop, endichi bizga nimalar qo'shilar ekan? 4, 10, yo'q. Nimagadir tuzukroq narsa qo'shilmayapti. Bu bizga juda katta muammo keltirishi mumkin. 17, 4, 4, yo'q. Omad sotib olamizmi deyman yana. 4, 4, 4, 10. Yo'q. Shuncha omad sotib oldim. Nimaga menga tuzukroq narsa tushmayapti? Men tezroq kuchayishni xohlayman axir. Obbo. Voy mayli. Mayli, jim bo'lamiz. $22 ga klaviatura tushdi. Okay, mana u klavish $2 ga. Mana yerga klaviatura ham $2 ekan. O'shanga mana uni qo'shsak bo'ldi. $22. Menimcha bo'ladi, mayli. Taslim bo'lmaymiz, oxirigacha boramiz, mayli. Tuzukroq narsa tushadi yana. Hop, bu yengil shamol deydi-ku. Okay, mayli. Hop, hozircha chiqmayapti. Nimaga mana 60, 40, 54 mana endi zo'rlari chiqishni boshladi o'rtoqlar. Hop, mana yerda $25 ekan. Mana yerga $2 klaviatura ekan. Shunaqa ham bo'ladimi? Endi mana 22 ni olamiz, buni olamiz. Keyin buni ham olamiz. Hop, bo'ldi. Inventarimizda bor. Hozir qo'limizdagi qancha ekan? $4 narsa ekan. Yo'q, $4 monitor bo'lsa kerak emas. Buni musorga tashlaymiz prosta tak. Hop, xato qilib qo'yibman-ku. Mayli, xato qilibmiz, bo'lib turadi. Endi chair sotib olamiz, mayli. Chair hali ochilmabdi, 15 sekunddan keyin ochilar ekan. Yaxshi, $152,000 pulimiz bor, muhimi o'rtoqlar. Hop, taslim bo'lmaymiz va bo'ldi. Buni ham
pulni sarflayveramiz. Ya'ni bizga tuzukroq narsa chiqishi uchun pulni sarflayverish kerak. O, $40 sekundiga yaxshi kompyuter berdi. Bu safar qolgani esa uncha arzimaydi. Mana $7 bor ekan, buni alishtirib qo'yish kerak. Yana spin qilamiz, bo'pti. Hop, chair ochilmadimi? Chair olaylik, ey. Ha, $5000 ga ochildi. Ayyo, bizga ko'p sotib olishga ruxsat bermadi-ku, kam berdi-ku. Ay, plaslar deydi-yu. Hop, buni sotib olamiz. Bundan bir ayyo, bitta ololdik xolosmi? Biz sandan yana olaylik. Specialdan kola bor ekan, kola olamiz bitta, bo'ldi. Hop, endi inventarda orqali chotki qilib stollar qo'yib chiqishimiz kerak. Mana shunga bitta stol qo'yamiz, или mana unga ham bitta stol qo'yamiz. Bo'ldi mana. Legendarniy stoldagi legendarniy kreslolar arziydi deydi-yu. Okay, bu tomoni polniy shunaqa qilamiz. Mana mazza qilib o'tir. Okay, maniga kola qo'yib qo'yamiz. Mana kolalari ichib mazza qilib o'tirishadi. Okay, kompyuter xonamiz chapga chiqdi. O, $100 narsalar bergan ekan-ku. Ko'rmay qolibman. Sal bo'lsa hammasini tashlab yuborardim. Hop, endi $40 ekan. Bu kerak emas. Biz bunaqa kichkina mayda narsalarga qaraydigan paytdan o'tdik. Okay, bu yerdagi-chi? Bu yerdagi sekundiga $18 berar ekan. Yaxshi, bo'ldi. Endi bizga sekundiga $1100 kelyapti. Bo'ldi, bizga yetadi. Tuzukroq narsa tushishi ehtimoli bizga juda kamayib ketibdi. $22 narsalar kerak emas. Okay, ha, aytgancha do'stlar, kanalim yangi, shuning uchun meni qo'llab-quvvatlab, kanalimga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Okay, $2 monitorni ham ishlatadim, biroq mana uni ishlating, legendarniy monitorda bu. Xullas do'stlar, bu videoni to'xtatib turaman va tugataman. Xullas, kanalim yangi bo'lgani uchun kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing, komment yozing, chunki bu mani kanalim ko'tarilishiga juda katta hissangizni qo'shasiz. Rahmat hammaga.